Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim, tuzummisizlar, charchamasizlarmi? Bugun bizda yengillikni dodasi akalar kim mashina olmoqchi va sotmoqchi, reklama qilmoqchi bo'lsa olib kelsa, biz polni mashinani tekshirib, bilasizlar, hadovoy elektronikalarni qilamiz, hammasini tekshirib, xudo xolis chiroyli qilib yo reklamaga qo'yib beramiz, yo sizlarga sotiladigan arzon mashinalarni taklif qilamiz. Akalar, bugun bizda Hyundai Elantra mashinasi 2024-yil zavoddan 25-yil ko'chaga salondan chiqqan mashinalar aka. Kraskalari absolutni top toza, Hyundai Elantra'ning eng full pozitsiyasi bo'ladi bu. 2 litrli motorga ega. Kraskalar top toza, tonirovka razresheniyalari salkam 1 yil bor. Okametlar hali 11 oy bor tonirovka razresheniyadalar. Okalar, mashinani xullas hech qanaqa ishi yo'q, top toza. Shuni olasizlar, haydaysizlar akalar. Kimga shunaqa mashinalar, inomarkalar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Bitta mashinani obzor qilib ko'rsatdim. Okalar, kimga shunaqa mashinalar kerak bo'lsa, bizning Instagram sahifamizda silkasi bor, Telegramga o'tib olsanglar, birinchi Telegramga tashiladi. Okalar, sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizning servisga kelaverasizlar.